Olis joyda, mashinada olis deyishdan lattalishi o'rin bor. O'shani berish mumkin. Sergeli zapchast bozorda 200 mingga qanaqa chexol olsa bo'ladi? O'zi 200 mingga chexol bormi? Ko'rib chiqamiz. Jahongir aka, bozordan 200 mingga qanaqa chexol olsa bo'ladi? Sizlarda bormi? 200 mingga olis joyda, mashinada olis deyishdan lattalishi o'rin bor. O'shani berish mumkin. Voy, g'alati inson ekan bu aka. Aka, to'xting. 200 mingga bozordan chexol olsa bo'ladimi? Polik olsangiz bo'ladi aka, faqat. Men chexol so'rayman, polik so'ramaymiz. Bo'lmaydi. Bokira zot oliyalari. Qo'shni podshohlikdan sizga sovchilar kelishdi. Xo'ja akbar, sizlarda chexollar arzonni berishdim. 200 mingga chexol bormi sizlarda? 200 mingga emas, aka 250 ming so'm chexollarimiz bor. Qanaqa chexollaringiz bor? Bitta ko'raylik. Bitta ko'ring aka. Mana mashina hammasi 250 ming so'mmi? 250 ming so'm. Har xil ranglardan bor. Qora, seri, mokri, o'rtalari xima material bo'ladi, orqalari kojinli bo'ladi. Hamma mashinaga bormi shunday? Hamma mashinaga bor. Bitta Damas'ga 300 ming so'm qilib beramiz aka. Sababi? 3 qatori bo'lganligi sabab orqalari kojinli bo'ladi, sifati yaxshi, biriga bir tushadi. Razmerlari ham cho'tki bo'lib chiqadi, xudo xolisa. Optimchi orqali aloqaga chiqsa, yana ham arzon qilib beramiz. Voy, onasini hamsa sharabaradan o'tib ketdi-ku. Bozor bo'yicha bunaqa narx yo'q, bemalol kelaverasizlar. Manzil bo'lsa nechi? Sergeli mashina bozor 3225. Bemalol aloqaga chiqasiz aka. Optimga ham, donaga ham qilib beramiz. Assortiment bomba. Bunaqasi tarixda bo'lmagan. Xizmat bo'lsa, mana shu yerdamiz.